boshlaymiz. Odamiy ersang demagil odamiy, oniki yo'q xalq g'amidin g'ami. Agar sen chin inson bo'lsang, xalq g'amini o'zining g'ami deb bilmaydigan kishini odam dema. Hamsaning ilk dostoni Hayratul Abrorning tashna zaminni yomg'ir qatralari bilan siyroq etadigan bo'liq bulut kabi boshqalarga foyda yetkazuvchi kishilar ta'rifiga bag'ishlangan 13-maqolatida xalqqa zarar va foyda yetkazuvchilar haqidagi fikr mushohadalarining xulosasi sifatida kelgan mazkur baytni Alisher Navoiyning hayotiy dasturi, umrining bosh shiori, ulug' shoir insonparvarligi va xalqparvarligining oliy darajadagi badiiy ifodasi deyish mumkin. Umuman bu bayt chinakam inson umrining asosiy qoidasi, uning hayotiy kodeksi bo'lishi lozim. Ayni jihatdan Alisher Navoiy hayoti, faoliyati va ijodi bu borada ibrat namunasi hisoblanadi. Chunki ulug' shoir va davlat arbobi butun umrini xalq xizmatiga safarbar etdi. Xalq g'am va tashvishi bilan yashadi. Qo'lidan kelgan yordamini xalqdan ayamadi. Yuksak mansabini ham, behisob boyligini ham, serqirra ijodini ham xalqqa bag'ishladi. Millat faxri Alisher Navoiy hayoti va faoliyatiga, ijodiga nazar tashlasak, bunyodkorlik, xayru saxovat, mehru muhabbat, muruvvatu oqibat, ezgulik, oliyjanoblik, odamlarning og'irini yengil qilish, dardiga malham bo'lib, iste'dod sohiblarini, umuman barcha sohadagi mehnat ahlini muttasil va faol qo'llab-quvvatlash bu fidoyi inson umrining mazmun mohiyatiga, ijodining asosiy tamoyiliga aylanib ketganligining guvohi bo'lamiz. Alisher Navoiyning hayoti, faoliyati va ijodi xalq uchun umrini baxshida, millat uchun jonini fido qilishning yorqin namunasi, chinakam insoniy mezonidir. Chunki u insonlik mohiyatini uning ijtimoiy faoliyatida, jamiyatga foydali kasb bilan shug'ullanishi, xalqqa manfaati tegishi, odamlarning og'irini yengil qilishda deb biladi. Shuning uchun ham xalq g'amini o'z g'ami deb bilmaydigan kishini odam qatoriga qo'shmaydi. Bu Alisher Navoiyning inson haqidagi qarashlari tizimidagi eng muhim nuqta. Zero shoirning o'zi ham xalqingga qancha foydang tegsa, bu narsaning o'zingga foydasi ko'proq degan aqida bilan yashagan. Bu bayt aslida Sharq adabiyotida axloq muallimi sifatida mashhur bo'lgan zabardast fors tojik mutafakkiri va shoiri Sa'diy Sheroziyning quyidagi bayti ta'sirida yozilganligi shubhasiz. Tugar mehnati digaron beg'ami, nashoyat kinomat nahand odami. Sen agar boshqalar g'am va tashvishiga loqayd bo'lsang, odam atalishga loyiq emassan. Mehnat so'zi o'tmishda asosan g'am va kulfat, ranj va mashaqqat, azob va uqubat ma'nolarida keladi. Odamlar aro o'zaro munosabatlarga asoslanib yaratilgan bu hikmat Alisher Navoiy qalamida yanada teranlashib, ma'no doirasi kengayib, shunga muvofiq ravishda ta'sir darajasi kuchayib, ijtimoiy mazmun kasb etgan. Inson faqat atrofidagilarning emas, balki butun xalqning g'am va tashvishlari bilan yashashi, o'zini xalq bilan yalakat mag'iz deb bilishi kerak. So'z san'ati durdonalarining yuksak badiiy barkamollikka dalolat qiladigan xususiyatlaridan biri ularning ma'no qirralari rang-barangligi va turli-tuman talqinlarga asos berishida yorqin namoyon bo'ladi. Alisher Navoiyning ushbu bayti ham o'zida teran mazmunni betakror shaklda badiiy yuksak ifodalaganligi jihatidan
uni aqli, ilmi, tajribasi, mahorati, so'zning ma'no tovlanishlarini bilishi va his qilishiga qarab har kim har xil talqin qilishi mumkin. Jumladan mazkur baytda inson xalqqa xizmat qilishi kerak degan fikr aytilib, xalqparvarlik g'oyasi targ'ib qilingan. Ayni paytda inson va xalqning o'zaro taqozodorlik munosabatida bo'lib, bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi, ularni bir-biridan ajratib bo'lmasligi, inson xalqqa mansubligi-yu xalq insonlar birligidan tashkil topganligi g'oyasiga urg'u berilgan. Birinchidan, bu baytda til qoidalariga qat'iy rioya qilingan, badiiy tasvir vositalari mahorat bilan qo'llanishi natijasida fikr o'zining go'zal va betakror ifodasini topgan. Ikkinchidan, vatanparvarlik va shaxsiyatparastlik kabi bir-biriga zid xususiyatga ega bo'lgan ikki toifadagi kishi bir so'z, ya'ni odamiy so'zi bilan ifodalangan. Natijada har ikki toifadagi kishining tashqi ko'rinishda bir xil ekanligi, lekin mohiyat nuqtai nazaridan, ya'ni fe'liga ko'ra butunlay bir-biriga qarama-qarshi vujud ekanligi shaklan isbotlangan. Uchinchidan, shoir misrani odami so'zi bilan boshlab, shu so'z bilan tugatgan. Bu bilan u odamiylik masalasining kengligini har bir harakatning boshlanishida va oxirida, ya'ni natijasida odamiylik bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Bu yerda so'zning o'rni shu so'z bilan ifodalangan xislatning martabasi ulug'ligini ko'rsatib turibdi. To'rtinchidan, Alisher Navoiy ehtiyoj va uni qondirishga qaratilgan faoliyatini bir so'zning ikki shakli, g'am so'zining g'amidin va g'am shakllari bilan ifodalab, bu ikki narsa umumiy bir ijtimoiy hodisaning ikki jihatdan iboratligini oydinlashtirgan. Beshinchidan, bu so'zlarning yonma-yon berilishi shaxs faoliyati xalq manfaatidan uzoq bo'lmasligi lozim, ularni ajratadigan hech narsa bo'lishi kerak emas degan mazmunni anglatuvchi shakliy vosita bo'lib, ular orasidagi bog'liqlik shaxsiy manfaat bilan ijtimoiy manfaat bir-birini taqozo etishini ko'rsatuvchi dalildir. Oltinchidan, buyuk so'z san'atkori ham xalqqa, ham shaxsga nisbatda g'am so'zini qo'llab, g'ami yo'q kishining odamiy emasligini shaklan tasdiqlagan. Xalq odamiylar yig'indisidan iborat. Demak, xalqda bor g'amning bir ulushi unga a'zo bo'lgan har bir shaxsda ham bo'lishi kerak. Agar unda bu narsa bo'lmasa, uning a'zolik da'vosini qilishga haqqi ham yo'q. Odamiy esa jamiyatdan ajralgan holda yashay olmagani uchun unday kishini odamiy deb hisoblash ham kerak emas. Zero insonlik xalq bilan hamjihatlik va hamnafaslikda. Agar sen xalq g'amini o'z g'aming deb bilsang, xalq ham sening g'amingni o'z g'ami deb biladi. Chunki sen xalqning bir a'zosi bo'lsang, xalq sen kabi a'zolar majmui. Bu yerda xalq bilan insonni, inson bilan xalqni bir-biridan ajratmay, bir butun, yaxlit deb qarash mavjud. O'zini xalqdan alohida deb qaragan kishi esa ayni jihatdan xalqqa mansub emas. Xalqqa mansub emasmi? Demak, odam ham emas. Holbuki inson xalq otliq muazzam daraxtning bir butog'idir. Yettinchidan, qofiya xush ohang bo'lib, baytning ma'no va boshqa shakliy vositalarga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bunda odamining qofiyaga tushishi uning muhimligini va g'ami so'zining unga qofiyalanishi g'amning odamiga aloqador xususiyat ekanligini shaklda tasdiqlagan. 8-dan, vazn sari musaddasi matfi makshuf ravon chiqqan va vazn tufayli na til qoidasi buzilgan, na ma'no zarar ko'rgan va na boshqa badiiy vositalarga xalal yetgan. 9-dan, so'zlarni takrorlash, ortiqcha so'z va gap bo'laklarini tushirib qoldirish hisobiga mo'jazlikka erishilgan. Oz so'z bilan ko'p ma'no ifodalangan. 10-dan, baytda odamiylik va odam emaslik o'zaro bir-biriga zid qo'yilmoqda. Xalq g'amini o'zining g'ami deb bilmaydigan kishi odam emas. Demak, u hayvon.
sen odam ekansan, demak xalq g'am va tashvishini o'z g'am va tashvishing deb bilasan. Baytda esa xalqni o'ylamaydigan kishiga bo'lgan salbiy munosabat qo'pol so'zlar bilan ifodalanmagan. Odamiy demagil degani bir nuqtai nazardan hayvon degani bilan barobar. Lekin birinchisi odob doirasidagi fikr ifodasi, ikkinchisi odobdan tashqaridir. Fikrni beadab shaklda ifodalaganda u qanchalik to'g'ri bo'lmasin, o'quvchi yoki eshituvchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sa'diyning Guliston pandnomasidan o'rin olgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tinchlik kengashi binosi peshtoqiga darj etilgan quyidagi hikoyati ayni jihatdan Alisher Navoiy bilan hamohanglik kasb etadi. Bani odam a'zoyi yak paykarand, kidar ofarinish ziyak gavharand. Shu uzve badar ovarad ro'zgor, digar uzuvha ra namonat qaror. Odam bolalari ibtidoda bir gavhardan bino bo'lganlari tufayli yaxlit bir vujud a'zolari kabidirlar. Binobarin zamon uning bir a'zosiga jarohat yetkazsa, boshqa a'zolari ham o'z tinchini yo'qotadi. Aslida butun dunyo yaxlit bir vujudga o'xshaydi. Uning bir chekkasida yuz bergan voqea ikkinchi chekkasida aks sado beradi. Baytning yana bir muhim qimmati shundaki, u inson va xalq, jamiyat, dunyoni o'zaro yaxlit bir vujud sifatida qarashga da'vat qiladi, o'rgatadi. O'zini xalq, jamiyat, dunyo bilan bir butun deb hisoblagan inson esa xalq, jamiyat va dunyo g'amini o'z g'ami sifatida qabul qilibgina qolmay, uning bir a'zosi sifatida unga ozor yetishiga yo'l qo'ymaydi. Uni hamisha asrab avaylaydi. Shunday bo'lganda esa dunyo tinch, jamiyat taraqqiy, otda xalq farovon, inson esa baxtiyor bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz ushbu sharhimizni akademik Alibek Rustamovning ayni bayt tahliliga bag'ishlangan qarashlaridan ham foydalanib yozganmiz va bu maqola 4 jildlik Alisher Navoiy qomusida 2 muallif tomonidan berilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.